Tasavvur qiling, mashinangizni mazza qilib, ashulani baland qilib qo'yib, eshitib ketyapsiz-da, bir paytlari kimdir mashinada oldingizga kelib, mashinani to'xtating, mashinangiz tagida moy oqyapti desa, yo'q, o'sha taq etgan ovoz ashuladan emas, sizni mashinangizni motoridan chiqayotganini tushunib yetsangiz. Menda bo'lgan shunaqa holat. Butun motorimni almashtirishga majbur bo'lganman. Lekin nega? Nega oddiygina moy bizning motorimizni hayotini hal qilib qo'yishi mumkin? Nega bu moylar bunchalik qimmat? Nimaga ularni bunaqangi ko'p turlari bor? Uyimizdagi o'sha tuxum qovuradigan paxta yog'idan nima farqi bor? O'sha 5W30, 10W40 bu sonlar, bu V harflari nimani anglatadi? Korobka moyi nima? Elektromobilga ham moy quyish kerakmi? Agar sizni ham shunaqa savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men ismim Baxtiyor va bugungi videoning homiysi bu hech kim. Yo'q, hech kim meni videolarimni olishim uchun, sizlar uchun kontent qilishim uchun menga bir tiyin pul bermaydi. Hammasini o'zimning cho'ntagimdan pul to'lab olaman. Faqat sizlar uchun. Shuning uchun sizlardan bitta iltimos. Hozirroq pastga o'tib, shunday bitta like knopkasini bosib, obuna bo'lish knopkasini bosib, bitta chiroyli huquq bilan bitta kommentariy yozib qoldiring. Shu kommentariylar, mana shu bosgan laykinglar men uchun juda ham muhim va meni videolarimni ko'proq odam ko'rishi uchun va kelajakda balkim kimdir menga homiy bo'lishiga sababchi bo'lishinglar mumkin. Oldindan rahmat. O'zi avtomobillarimizda moy nimaga kerak degan savol tug'iladigan bo'lsa, men avtomobillarni odam organizmi bilan taqqoslashga o'rganib qolganman. Agarda motorimiz bizni mashinamizning yuragi bo'ladigan bo'lsa, motor moylari bu tomirlarda oqadigan qon. Shuning uchun ham moyni juda ham ko'p qon bilan solishtirib o'taman. Moyning vazifalari juda ham ko'p. Birinchisi o'sha motorimizning detallarini yog'lash, ya'ni o'sha ishqalanishini kamaytirish, motorimizni sovutish, haroratini sekin tushirib yoki kerakli haroratni ushlab turishi, motorimizni ovozini pasaytirishi, motorni ichini yuvib turishi, bu o'sha benzindan keyin qolgan o'sha kuyalarni, har xil chetdan tushgan musorlarni hammasini yuvib o'zida ushlab turishi, korroziyadan saqlash, o'sha motorimiz ichidagi detallar zanglab ketmasligini oldini olib turadi va germetizatsiya. O'sha motorning ichida har xil detallarning oralarida joy bo'ladi, o'sha joylarni hammasini moy bilan qoplab, germetik qilib ushlab turishi. Endi avtomobil moylarining turlari va nimadan qilinishi. Motor moylari o'zi 3 turga bo'linadi. O'zi 3 ta emas, 6 ta guruhga bo'linadi ular, lekin biz faqat 3 tasini soddalashtirilgan shu 3 ta guruhini gapirib o'taman. Birinchisi bu mineral moylar. Mineral moylar bu 100% neftdan olinadi va 100% natural hisoblanadi. Lekin bu natural degani bu yaxshi emas, bu aksincha motor uchun ham juda yomon va eng arzon moylar ham o'sha mineral moylar hisoblanadi. Ikkinchisi bu sintetik moylar. Sintetik moylar bu bizning olimlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, 100% o'sha laboratoriyada ishlab chiqarilgan moy. Bular ichida eng ko'p ximikatlarga boy bo'lgan va bizning mashinamiz uchun eng ko'p foydasi bo'ladigan moylar bu o'sha sintetik moylar hisoblanadi va eng qimmati ham o'zi sintetik moylar hisoblanadi. Uchinchisi esa bu yarim sintetik moylar. Bu o'zini nomidan ham aytib turibdi, yarmi o'sha sintetika olimlar tomonidan o'sha laboratoriyada ishlab chiqarilgan moylar, yarmi o'sha neftdan olingan mineral moylarning aralashmasi, yarim sintetik moy hisoblanadi. Barcha moylarning tarkibida o'sha maxsus motorimiz uchun kerak bo'ladigan juda ham muhim bo'lgan har xil ximikatlar bo'ladi. O'sha ximikatlarni hamma prisatka deb atashadi. Shu prisatkalarning turlari juda ham ko'p. Yuvuvchi prisatkalar. Bu prisatka bizning motorimizning ichini toza holatda ushlab turadi. Shu yangi moy quyayotganingizda qanaqadir tilla rang bo'lib, juda ham toza bo'lib tursa-yu, 1-2 ming kilometr yurganingizdan keyin qarasangiz moyingiz qop-qora bo'lib ketgan bo'lsa, voy bo'ldi, bu yomon moy ekan degani emas. Aksincha, bu juda ham yaxshi moy. Bu bizning motorimizning ichidagi o'sha yomon benzindan yoki qanaqadir chetdan tushgan musorlardan, o'sha filtrlardan chiqqan musorlardan hammasini o'ziga yig'ib, motor ichini yuvib, toza holatda ushlab turadi degani. Disperantlar bu o'sha bizning motorimizga chetdan tushgan har xil chiqindilar yoki motor o'zidan ishlab chiqarilgan har xil temir zarrachalari bizning motorimizga shikast yetkazishini oldini oladi. Ishqalanishga qarshi prisatkalar. O'zi barcha moylarning vazifasi bu ishqalanish oldini olish, lekin agarda bu prisatkasi bo'lsa moyida, bu o'sha juda ham yaxshi moy deganida o'sha
ishqalanish oldini вообще zo'r oladi degani. Antioksidantlar. Bu motorimizni moyi o'sha ekstremal haroratlarda ishlagan taqdirda ham o'shani o'zini xususiyatlarini yo'qotib qo'ymasligi uchun va motor moyi sizga uzoq vaqt davomida xizmat qilishi uchun qo'shiladigan prisadka. Ko'pirib ketishga qarshi prisadkalar. Bu o'zini nomi bilan ham aytib turibdi. O'sha motorimiz kuchli ishlaganda o'sha kolinvallar aylanib o'sha motoriga, moyiga urilaverganda o'sha moyimizni ko'pirib ketmasligi kerak. O'sha ko'pirib ketishini oldini oladigan prisadkalar. Qovushqoqlikni o'zgartiruvchi prisadka. Bu prisadka bizani motorimizni moyini o'sha suyuqligini bir xil qilib ushlab turishga yordam beruvchi prisadka. Bu o'sha yozda ham qotib qolmasligini oldini oladigan yokida o'sha ekstremal holatlarda o'sha moy qizib ketganda ham moy o'zini suyuqligini yoki juda ham suyulib ketmasligini oldini oladigan prisadka hisoblanadi. Xullas, avtomobil moylari bu butun dunyo injenerlari, butun dunyo olimlari tomonidan mukammallashtirib, takomillashtirilib kelayotgan qanaqadir mo'jizaviy suyuqlik desa ham adashmaymiz. Shuning uchun ham bu motor moylari shunaqangi qimmat hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham bizning motorimizga uydagi dumba yog'ini quyib yuborish mumkin emas. Endi motor moylarining ustida yoziladigan 5W30, 10W40 yoki 0W20 mana shu sonlar o'zi nimani anglatadi? O'sha W harfi nimani anglatadi? Shuni bilib olamiz. W harfi bu winter degani. Ya'ni o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, qish so'zidan olingan. Ya'ni o'sha 5W degani yoki 0W degani bu qanchalik past haroratda bizani moyimizni o'zini xususiyatlarini yo'qotib qo'ymaslikdan yaxshi ishlab berishini anglatadi. Ya'ni 0W juda ham sovuq haroratda ishlay oladi degani. 5W u ham sovuq haroratda ishlaydi, lekin 0 dan sal ustunroq kerak. W dan keyin turadigan sonlar esa bu aksincha bizani motorimizda yuqori haroratda ishlayotganda yoki o'sha 95-100 gradus haroratda ishlayotganida bizani moyimizni o'sha motor ichida qanaqadir yupqa qatlam bilan moylab turish kerak. Masляный plyonka deyshadi bu narsani. O'sha plyonkani qalinligini anglatib turuvchi son hisoblanadi. 5W30 degani o'sha 30 soni bizani motorimizni o'rtacha qatlam bilan qoplaydi. 40 soni esa sal qalinroq qatlam bilan qoplaydi. Shunaqa. Har xil sonli moylar xona haroratida ham suyuqligi har xil bo'ladi. Bu videoda o'sha har xil moylarni xona haroratidagi suyuqligini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Har xil avtomobillar, har xil motorlar shu o'ziga xos qanaqadir moyni talab qiladi. 5ga 30 moyi yoki 5ga 40 moyi juda ham ko'p avtomobillarga tushib ketaverishi mumkin. O'sha deyarli hammamiz o'zimizda taniydigan o'sha Spark, Nexia, Cobalt avtomobillarga o'sha 5ga 30, 5ga 40 ham bemalol tushib ketaveradi. Lekin bizani o'sha 50 gradusli issiq paytida qanaqadir bosib yuradigan bo'lsangiz, aksiga yana mashinangiz turbina bo'lsa, unda 5ga 30 emas, 5ga 40 moyini o'ylab ko'rish kerak. Agarda bu sizlarning kitobingizda ruxsat etilgan bo'lsa, o'sha mashinaga, motoriga shu moy ruxsat etilgan bo'lsagina. Agarda aksincha kun juda ham sovib ketsa, o'sha bizda ora-orada bo'lib turadigan -20, -25 bo'lib ketadigan bo'lsa, 0ga 20, 0ga 30 moylarni qarab ko'rsa bo'ladi. Aytmoqchi, hozirgi yangi chiqayotgan bizning o'sha Onyx Tracker avtomobillarimizda hammasiga 0W20 moylarini quyilishi shart. Bir xillariga 5W30 moylari quyilishi shart. Qolganingizni qo'yishingiz mumkin, lekin men maslahat bergan bo'lardim, agarda bizda qish faslida moy quyayotgan bo'lsangiz 0W20, shu mashinangiz tezroq qizib, tezroq yurib ketishi uchun qahraton shu bizani issiq yozlarimizda 5W30 moy suyulib ketmasligi uchun o'sha o'zini yaxshi ko'rsatishi uchun 5W30 moyini quyishingizni maslahat bergan bo'lardim. Keyin turbina moylarida har doim moyi 8000 dan emas, 10000 dan emas, har 5000 dan almashtirish shart. Har 5000 dan. Avtomobilni orqasida o'sha turbina deb yozib qo'yibdimi? Uni ham yopishtiraveraveradi. O'sha motoringiz ichida turbina turibdimi? Bo'ldi. Har 5000 dan. Mana o'zini kitobida yozib qo'yibsiz. Hamma turbo motorlar har 5000 dan moy almashtirishni talab qiladi. Chunki turbina ham bu temir, bu aylanib turuvchi temir. Temir aylanayotganda, nimadir bilan ishqalayotganda nima kerak? Moy kerak. Moyni qayerdan oladi? Motordan oladi-da. O'shaning uchun ham har bitta turbinali avtomobillar motori moy yeydi. To есть, masalan, misol uchun o'sha 4 litr moy quygan bo'lsangiz, mashinangizga o'sha 5000 dan keyin yoki o'sha 6000 dan keyin bundoq ochib qarasangiz, ichida 4 litr emas, 3,5 litr, 3 litr moy qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham har 5000 dan almashtirish kerak va ora-orada qarab tekshirib turish shart. Har hafta tekshirib turish shart. Qancha moy qolganini. Motorlarning turlari son mingta. Yetmaganiga har xil motorlar o'ziga har xil o'sha moylarni talab qiladi. Misol uchun o'sha Mercedesga tushadigan moylar BMWning motorining moylariga tushmasligi mumkin. Yoki o'sha Kia'ga tushadigan moylar Chevroletga tushmasligi mumkin.
Bularning hammasini dopusk deyishadi. Ha, barcha brendlarga tushadigan moylar ham bor, lekin aynan sizning motoringiz uchun ishlab chiqarilgan moyni quyish u baribir yaxshiroq. Bu xuddi bir odamning qonidaqa, qon guruhiga o'xshaydi. Agarda sizni qon guruhingiz 3 bo'lsa-yu, sizga birinchi qon guruhini qo'yib yuborsa ham tushib ketaveradi, yashaysiz. Lekin baribir aynan siz o'sha rezus faktoringizga e'tibor berib, o'sha qon guruhingizga e'tibor berib, o'sha siz uchun qilingan qonni quyishsa, bu baribir yaxshiroq bo'ladi-da. Meditsinaga qanaqa o'tib ketib qoldik? Mayli, mashinalarga qaytamiz. Xullas, bu dopusklarning ham o'zining muddati bor. Hozirgi bizning o'sha zamonaviy Chevrolet avtomobillarimiz uchun GM Dexus 1 Gen 2 dopuski bo'lishi shart. O'sha moy quymoqchi bo'lsangiz, o'sha qadoqida ustida yozib qo'ygan bo'ladi. Agarda sizda Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini avtomobillari bo'lsa, sizda Volkswagenni o'zini dopuski bor. Mana bunaqa bo'ladi ko'rinishi. Agarda sizda BMW avtomobili bo'ladigan bo'lsa, siz o'zi vobshe to'g'ri borib o'sha maxsus BMW tomonidan chiqarilgan moyni quyishingiz kerak. Agarda yo'q, unga pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, nimaga BMW oldingiz? Agarda baribir o'sha ko'chadan moy olib quymoqchiman desangiz, o'sha dopuska BMW Long Life Tour bo'lishi kerak. Zamonaviy BMWlar uchun. Bu hamma dopusklar o'sha moy qadoqini ustida yozilgan bo'ladi. Quyishdan oldin har doim e'tibor bering. Ana endi avtomobil moylari haqida qiziqarli faktlar yoki ko'pchilik adashadigan har xil faktlar haqida gaplashamiz. Aytmoqchi, bu videoni yasashdan oldin men juda ham ko'p odamdan so'rov o'tkazganman. Instagramda, Telegramda va o'zimning tanishlarim atrofida so'rov o'tkazganman. Ularning hammasini mana hozir sizlarga o'qib javobini beraman. To'satdan yorug' bo'lib qolganiga e'tibor bermanglar. Kecha kechqurun bizning kameramizning batareykasi o'zirib qoldi, o'shaning uchun hozir o'g'irman. Davom qilamiz. Qiziqarli savollarga o'tamiz. Moyni qanaqa tanlash kerak? Javob. Asosiysi faqat reglamentga javob bersa bo'ldi. Agarda siz o'sha Chevrolet avtomobillari bo'lsa, Dexus 1 Gen 2 o'sha reglamentiga asosiy bo'lgan, o'sha kitobida qanaqa moy yozib qo'yganligi, o'sha 5 ga 30 yozib qo'yganmi, yoki 10 ga 40 yozib qo'yganmi, 0 ga 20 yozib qo'yganmi, o'shanisini ko'rib tanlayverasiz. Brendini farqi yo'q. Agarda mashinam ko'proq yursin, ko'proq xizmat qilsin desangiz, maslahatim o'sha sintetik moylarni quyishingizni maslahat bergan bo'lardim. Ikkinchi savol. Moy quyganda yoziladigan kitobchani yo'qotib qo'ydim. Qachon va qanaqa moy quyishim kerak? Agarda sizlar kitobchani yo'qotib qo'ygan bo'lsanglar, sirazu o'sha taxminan 3000 km yurgan bo'lasizmi, 5000 km yurgan bo'lasizmi, 1000 km yurgan bo'lasizmi? Maslahatim to'g'ridan-to'g'ri o'sha moyxonaga borib, birinchidan motorni polностью yuvib tashlaysizlar. O'sha o'zini moy usti orqaga yetsangiz, motor yuvib beradigan o'zini maxsus ximikatlari bor. O'sha maxsus ximikatlar bilan motoringlarni yuvib tashaladi. Yuvib tashalgandan keyin o'sha motoringizga tushadigan, o'zingiz xohlagan pulingizga qarab xohlagan moyingizni quyishingiz bo'ladi. Lekin yuvish shart. Uchinchi savol. Har xil moylarni aralashtirish mumkinmi? Javob: yo'q, mumkin emas. Chunki har xil brend, har xil moylar, har xil o'sha ko'rsatishlari o'zini ichida har xil ximikatlari bo'ladi. Bu ximikatlar bir-biri bilan aralashganda ximik reaksiyaga kirishishi mumkin. Bu yomon oqibatlarga olib keladi. O'shaning uchun yo'q, aralashtirish mumkin emas. To'rtinchi savol. Motor moyida tuxum qovursa bo'ladimi? Javob: ha, bo'ladi. Bemalol tuxum qovursangiz bo'ladi. Faqat u tuxumni keyin yeyish mumkin emas. Qiziqarli faktlarga keladigan bo'lsak, ko'pchilik odamlar mana shu sal quyuqroq moylarni quyishni yaxshi ko'radi. Bu quyuqroq moylar mashinaga kattaroq foyda olib keladi, yaxshiroq ishqalanishlarni tushirib turadi deb o'ylash mumkin. Yo'q, u ham noto'g'ri. Quyuq moylar bu benzin rasxodini oshishiga olib kelishi mumkin, boshqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'sha motor qanaqa moy talab qilsa, shunaqa moy quyish kerak. Ikkinchi ko'pchilikni adashtiradigan mavzu bu sintetik moylar yoki juda ham suyuq moylar. Bu avtomobil keyinchalik moy ishiga olib kelishi mumkin degan tushunchasi bor. Bu ham noto'g'ri. Hozirgi zamonaviy avtomobillar juda ham mukammal qilingan. Bu narsalarning hammasini oldini olib, o'ylanib, to'g'ri qilingan. Hech qanaqa moy yeyishlar, boshqa narsalar bo'lmaydi. Agarda avtomobil o'sha moyni talab qiladigan bo'lsa, o'sha moyni quyish shart. Juda ham ko'p o'zim eshitadigan savollardan bittasi, agarda o'sha kerakli miqdordan ko'proq moy quyib yuborsam, bu avtomobilga zarar yetkazilmaydi, bu hech nima qilmaydi degan tushuncha bor odamlarda. Bu ham noto'g'ri. Moyni keraklidan darajadan kamroq quyib yuborsangiz, motor och qoladi. O'sha moy yetishmaydi. Yomon u. Agar kerakli darajadan oshirib yuborsangiz, unda mashinaning rasxodi oshib ketadi, mashinaning ichida davleniyalar ko'payib ketadi, katalizatorlarga zarar yetadi. Yaxshi oqibatga olib kelmaydi bu ham. Kerakli miqdorda quyilishi shart. Undan tashqari, dizelda yuradigan avtomobillar uchun ham o'zini alohida moyi bor.
То есть dizelda yuradigan moyli benzinda yuradigan mashinalar uchun tushmasligi mumkin yoki teskarisi benzinga quyiladigan moyli dizelli motorli avtomobillarga tushmasligi mumkin. E'tibor berasiz shu joyiga ham. Undan tashqari yana korobka moylari bor. Transmissiya moylari deyiladi u. Ularda indekslari ham juda ham umuman boshqa bo'ladi. O'sha yoziladigan oddiy motor moylarida 10W40 yoki 5W30 shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u korobka moylarida hammasi 70W90, 80W130 mana shunaqa sonlar bilan yoziladi. Bu korobka moylari juda ham quyuq moy degani emas. Prosta ularni hisoblash, mana shu yozilish indekslari umuman boshqacha hisoblanadi. O'shaning uchun korobka moy uchun o'zlarining moylari bor. Ular alohida bo'ladi. Adashtirib olmanglar bu yerda ham. Kстати, ular ancha qimmatroq ham turadi. Videoni tugatishdan oldin shu elektromobillar haqida ham gapirib o'ramiz. Ularni mashina o'rnida ko'rmasam ham, elektromobillarda ham moy almashtirish kerak. Ularni motorini oldida o'sha reduktor degan narsasi turadi. O'sha reduktor ichida ham moy bo'ladi. O'sha moyni almashtirish kerak. Uni kitobida 100 ming, 200 ming kilometrda almashtirish kerak deb yozib qo'yibdi. Yo'q, bizani issiqda ekan, bizani mana shu O'zbekiston sharoitlarida 100 mingdan emas, maslahatim 60 ming kilometr yurganda almashtirish kerak. O'zi unaqa qimmat ham turmaydi. Shunda ham ko'pchilik esidan chiqarib yuboradi. Kimdirlar, menda elektromobil, menda motor yo'q, umuman moy almashtirish shart emas deb o'ylaydi. Yo'q. Har 60 ming kilometr yurganda o'sha reduktordagi moyni almashtirish kerak. Agarda siz avtomobilni yangi qilib sotib olgan bo'lsangiz, birinchi 20 ming kilometrni o'zidayoq almashtirib olib, keyin har 60 mingda almashtirsangiz bo'ladi. Shu bilan bizning videomiz yakuniga yetdi. Sizlarga vazifa bu hozir ham like bosib, obuna bo'lish knopkasini bosib qo'yish, keyin kommentariyada qanaqadir bitta chiroyli gap qoldirish. Agarda kommentariyada nima deb yozishni bilmasanglar, yana o'sha Tesla musor degan so'zni yozib qoldiringlar. Xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Assalomu alaykum.